Bu darvozani o'rnatadigan bo'lsangiz, qo'shningiz kuyib o'lishi aniq. Ko'chadan qaraganda ham bir xil, hovlidan qaraganda ham bir xil. Nima uchun buni deyapsan desalar, qaranglar. Bu tomondan qo'ysangiz ham hovlini ko'rsatib beryapti, aylanib o'tsangiz ham hovlida bo'lib qolyapti. Do'stlar, zo'ridan bo'ladi. Kiyimini doim bir xil kiyinadiganlar uchun zo'r bo'ladi. Chunki ikkita quyon bilan bitta o'qtirsangiz bo'lar ekan. 1 kvadrati atigi 1 million so'mdan, 2 kvadratidan oldi orqasi bir xildan bo'ladi. Zo'rmi do'stlar? Bu chechen darvozamizda 1 kvadratini 1,5 million so'mdan olaverasizlar. Polni shiveller bo'ladi, eng zo'rlaridan bo'ladi. Do'stlar, bizning kanalni nomiga aytganlarga mana bunday haytli darvozalarimiz 1,5 million so'mdan ekan kvadratini biz ko'nga qo'l soldikda 1 million 400 ming so'mdan ko'ndirib qo'ydik. 1 million 400 ming so'mdan kvadratiga gaplashaverasizlar. Dastlabkani umuman o'ylamanglar, mutlaqo tekin bo'ladi. O'lchashi, o'rnashi, dastlakasi umuman tekin bo'ladi. Mana bu darvozamiz do'stlar asli tan narxi 2 million so'mdan ekan. Shirin gapirib 1,5 million so'mdan ko'ndirib qo'ydim. Faqat Ma'murjon o'z kanalini aytish esdan chiqmasin. Xohlasalar haytdik, xohlasalar mana bunday oddiylarni ham olinglar. 1 kvadrati 600 ming so'mdan ketaveradi. Haqiqiy dehqon ekan do'stlar. Kimga hech kimdan kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. O'zlari haqiqiy dehqon ekan. O'zlari ishlab chiqarar ekan. Kanal nomini esdan chiqmasin. Ma'zi Namangan shahar Jidakapadan bo'lyapti.